hojatxonaga kitob qo'yib qo'ygan ekan. Jamiyat sari mavzusida siz bilan suhbat qurishga keldik. Sizga shu borada ozgina savollarimiz bor. Ilmli ayolning oila va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni qanday? Mening fikrimcha, albatta ilm olgan har qanday inson o'zining hayotini juda to'g'ri tashkil qila oladi. Birinchi navbatda oilada o'sha ota-onaning hurmatini, masalan, juft qaloqning hurmatini, farzandlarni qanaqa tarbiya qilishni ilmli ayollar juda o'rniga qo'yib qila oladi. Chunki bu tajribamda, o'zim hayotimda, yaqin insonlarimda ko'rganim sababli shuni tasdiqlab ayta olaman. O'shaning uchun avvalo ilmli qizlarimiz ko'proq ilm olishi kerak. Ertaga ular o'sha farzand o'stiradigan, nima qiladigan qizlar, ilmli qizlar albatta yaxshi oila quradi, yaxshi farzand o'stiradi, yaxshi farzandlarni tarbiya oladi. O'shaning uchun bu narsaga juda to'g'ri deb o'ylayman. Albatta ko'proq qizlarimizga o'sha ilmli bo'lishga, ko'proq o'zlarining nimasini boyitib kitoblar o'qishiga, o'zim uyda ham aytib o'tganimdek, o'sha kelinimga ham, qizimga ham ko'proq targ'ib qilaman. Eng nima, o'zim oilamda nevaralarim ko'proq kitob o'qishini xohlayman. O'shaning uchun ham shu uyda shu narsani tashkillashtirishga harakat qilyapman. O'zimning oldindan yiqqan kitoblarim ham bor. Qiz nima, yaqinda shu haqida uyda, oilada gap bo'lib qoldi. Qizim endi hozir turmushga chiqib boshqa joyda yashaydi. Yoshligimizdan deydi, kitobga bir boshqachalik qo'ydirgan ekansiz deydi. U yoqqa endi o'sha kelin bo'lib tushgan joyda birinchi borgan paytida o'sha hojatxonaga kitob qo'yib qo'ygan ekanda, o'sha ichidan yirtib ishlatishgan. Ana shunda deydi, bir yomon nimaga tushganman deydi-da, o'shandan keyin u ham bolalarga umuman kitob, daftar hech narsani yirttirmaydi. Yirtishga qo'ymayman deydi, shunaqa ishlatishga, nima shunaqa narsalarga deydi, tursin o'sha yerda, bo'lmasa kimgadir berib yuborasan, kerak bo'lmasa umuman shu ishni qilmanglar deb urishaman deb o'shani yaqinda gaplashib qoldik, 2-3 kun oldin qizim uyda bo'lgan payt. Bizda deydi, yoshligimizda deydi, uyimizda stenkada bitta ikkita polkasida polniy kitob turardi. Shu narsa miyamizga o'rnashib qolgan. O'shaning uchun kitob yirtishdi. Hech ham men sig'dira olmayman deb qizim gapirib qoldi-da, o'zim ham bolalarimga shunaqa qilib o'rgatganman. Shularni yo'lga qo'yishga boshqalar ham agar nima qilinsa, bu kelajak farzandlarimizga katta foyda. Bugungi kunda xotin-qizlar uchun yaratilayotgan ta'lim imkoniyatlari qanday deysiz? Yaratilayotgan imkoniyatlardan. Albatta, oldin mana biz o'qigan paytlarimiz ko'proq oliygohlarda qizlar sal kam edi. Albatta men ko'proq Toshkentda, men o'zim Qoraqalpoq Respublikasidan Toshkentga kelib o'qiganman institutda. O'sha paytlar viloyatlardan ko'proq kelib shu yerda o'qishardi. Hozir shunday imkoniyat yaratildi. O'sha o'zlarining viloyatlarida qancha institutlar, universitetlar ochilib, o'sha yerning o'zida kontrakt asosida, super kontrakt asosida to'g'ri o'qishga kirishim. Men o'zim ham birinchi yil o'qishga kira olmaganman. Juda maktabda yaxshi o'qiganim bilan paytlar institutga kirish juda imtihon, 4 ta fandan imtihon topshirib, har bitta fandan yaxshi baholar ola olsangizgina o'tardingiz. Shuning uchun men 2 marta institutga kira olmagan bo'lsam ham yana to'xtab qolmay 3-martasiga kirib, o'sha Toshkentda To'qimachilik va yangi sanoat institutining ekonomika fakultetini bitirganman. Qizlar o'qirdi birga, o'g'il bolalar ko'proq edi. Masalan, bizim mutaxassisligimizda ko'proq qizlar ishlashi mumkin bo'lgan taqdirda ham baribir o'g'il bolalar ko'proq edi. Hozirgi kunda ayollarga, qizlarga juda ko'p sharoitlar yaratilgan. Mana imtiyozli qabul qilishlar ham ko'proq ayollarga, hatto o'sha to'laydigan kontraktlarigacha ham foizsiz o'qishni bitirgandan keyin qaytariladigan. O'zimning qizim ham shu imtiyozdan foydalangan. Chunki o'zi 3 ta bolasi, farzandi bor, oilasi katta bo'lishiga qaramay, o'sha shu hozirgi kunda yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, oliygohni bitirdi, Milliy universitetga o'qishga kirib, o'shani bitirgan. Shuning uchun ayollarga juda yaxshi sharoit yaratilgan hozir. Bundan foydalanib ko'proq qizlarni o'qitishga harakat qilish kerak hamma. Oila va ta'limni birgalikda olib borishda ayollar qanday qiyinchiliklarga duch keladi? Ta'lim deganda o'sha o'qishga kirgan o'zlari o'qib ham oilani. Mana shu misol tariqasida o'sha o'zimning qizim aytyapman, 3 ta farzandli bo'lgandan keyin oliy ta'limga kirib o'qigan. Avvalo bu yerda oila a'zolari qo'llab-quvvatlab turish kerak. Men qizimni o'sha qaynonasi va farzandlarga qarab, xo'jayini
turmush o'rtog'i ham moddiy tomondan ta'minlab, ham o'zi ishlab o'qirdi, ham o'zlarining nimalaridan kontraktlarini to'lab. Xuddi shunaqa ta'lim bilan oilani birga olib borish uchun avvalo ayolning o'zida ham harakat bo'lish kerak. Uydagilarning o'sha nimasidan chiqa olib, Allohning tomonidan, chunki u ona avvalo farzandini tashlab qo'ya olmaydi, bemalol farzandiga bee'tibor bo'lib faqat o'qish deb keta olmaydi. O'sha oiladagi juft xolalini, masalan qaynota, qaynona bo'lsa, ularni ham ko'nglidan chiqib, shu qiyinchiliklar o'tadi ketadi. Bu 4 yil 5 yilni hozir o'qish kerak bo'lsa, 4 yil 5 yilda sal qiynalishi mumkin, lekin bitirib olsa, barra uniki natija, uniki hammasi. Shuning uchun ayollarga maslahatim, qiynalsa ham o'qib olsin. Tariximizdagi qaysi ilmli ayollar sizga o'rnak bo'la oladi? Bizni hozirgi kundagi nimalarni aytsak, masalan, ko'proq o'zbek ayollarining ichidan biz oldingi nima paytlarimizda ham mashhur insonlar bo'lgan ayollardan hozirgi kunda ilmli ayollarimiz juda ko'p. Hatto o'sha siyosatda ishlayotgan ayollar ko'p. Masalan, oldin baribir bizda ayollar kam bo'lgan, siyosatga aralashib nima qilib yuradigan. Chunki bemalol ilmda ayollar ko'proq ilg'or bo'lib ketyapti. O'sha o'qishda davom ettirib, o'sha ilm yo'lini tutib, doktorlik dissertatsiyasini qilib, professor nimalarga erishib ishlayotganlar, institutlarda dars berayotgan ayollar bor. Juda yoqadigan inson, hozir qaysi lavozimda ishlaydilar bilmayman. Men u kishini o'zim haligida bexosdan o'sha aeroportda uchratib qolib, shu insonni yaxshi hurmat qilganim uchun oldiga borib gaplashib, tanishishga muyassar bo'lganman. Yaqinda qanaqadir nima ham oldilar. Prezident o'zlari ko'krak nishonini oldi, qandaydir. Jamila ona deyishadi u kishini. O'sha O'zbekiston nimasi bo'yicha, даже familiyalariga ham qiziqmaganman. O'zi shunday ko'p televiziyalarda ko'p ko'rsatuvlarga taklif qiladilar. U kishi chiqsa, albatta uning gapini oxirigacha eshitaman men. O'sha Jamila ona bilan uchrashga nima bo'lganman. Xuddi shunaqa yoshlari katta, shunaqa ayol kishilarda shunaqa insonlar bo'lsa, ko'pchilikka foyda. Kelajakda ilm-fan sohasida ayollarning o'rnini qanday tasavvur qila olasiz? Menimcha hozirgi qizlar ko'proq, ayniqsa mana bu yangi nimalarda o'qiyotgan maktabdan hozir ko'proq ota-onalar shu nimaga e'tibor berishni boshladi. Отдельно o'zlariga alohida repetitorlar qilib, alohida tayyorlab, yaxshi o'qishlarga kirishlarini xohlayapti. Chet elda o'qiydigan qizlarning nimalarini men ijtimoiy tarmoqda kuzatib boraman. Ismlari nimalari esimda qolmagan, lekin o'zbekistonlik chet elda o'qiydigan qizlar, ular уже nima deydi, sun'iy intellektlarda ishlashdi, nimalarni juda yaxshi o'rganib, o'zlashtirib olgan. Menimcha erkaklardan qolishmaydigan darajada kelajakda ular ilmga, o'sha rivojlanishga, ertaga tarbiyaviy nimalarda ham ayollar ko'proq hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Chunki juda bilimli qizlarimiz ko'p. Yosh yaqinda vodiylik qizmi, nimaga Garvardga kirgan, shunaqa videolarni ko'p kuzataman, shunaqa yaxshi nimalarga, o'qishlarga hozir. Masalan, bir oddiy oilaning qizi shu aslida o'sha eng nufuzli, dunyoning nufuzli universitetlariga grantlar yutib kirib o'qiyotgan qizlar ko'p. Menimcha o'shalar mana o'qishini bitirib nima qilsa, jamiyatimizga juda katta foyda keltiradigan bilimli ayollar bo'lib chiqadi. O'sha fikrim shunaqa. Hurmat qilaman shunaqa farzandlar o'stirgan ota-onalarini, o'zlarini juda hurmat qilaman. Bilimli insonlarni hurmat qilaman ko'proq. Rahmat. Bu savollarda ishtirokda faol bo'lib fikr bildirganingiz uchun rahmat. Rahmat.